Thank you very much, everybody. Thank you. Amerika prezidenti Donald Trump mecburi emgak meselesiga qarta pozitsiyasining qattiq ekanligi, Uyg'urlarni mecburi emgak selish meselesiga qarta ishning haqiqatiga qarab harakat qo'nganligini bildirgan. Prezident Trump bu so'zlarni 18 sentabr, ya'ni o'tgan juma kuni Aqsaroyning axborot yig'inida bir muxbirning bu vaqtdagi savoliga javob berganda qilgan. We'll see what happens. Right. OAN, please. On the grounds that the Chinese Communist Party has been using slave labor in Xinjiang, your administration has... Amerika hukumati o'tgan hafta Uyg'ur avtonom rayonida qullar emgakini ishlatib ishlab chiqarilgan yana bir turkum mahsulotlarni cheklagan edi. Aqsaroyning axborot yig'inida muxbir, sizning hukumatingiz Xitoy Kompartiyasining Xinjiangda qullar emgakini ishlatganligini sabab qilib, Xinjiangning butunlay mahsulotlarini cheklamagan bo'lsa-mu, lekin bir qism mahsulotlarni chekladi. Xitoy Kompartiyasining bayonotchisi Xinjiangda majburiy emgak yo'q. Bu butunlay yolg'on deydi. Buningga sizning inkosingiz nima? Ikkinchi, ittifoqdoshlar buningga diqqat qilganligi, Amerika bilan bir safda turib, Xitoy Kompartiyasi zo'rlayotgan majburiy emgakka qarshi harakat qo'llaganligini bildiramdi, deb so'ragan. We don't want to see that. We've been very strong on that. We're getting reports in over the next 2-3 days. President Trump, biz bunday ahvolni ko'rishni xohlamaymiz. Bizning bu jihatdagi pozitsiyamiz intayin qattiq. Biz kelgusi 2-3 kun ichida doklad topshirib olib, bu masalaning bosh oxiriga qarta intayin to'g'ri ma'lumotga erishimiz. Ondan uningga qarta harakat qo'llanamiz degan. Bu President Trumpning hozirga qadar Uyg'urlar haqidagi savolga ikkinchi qatim javob berishidir. U ilgari Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi ma'qullanganda bir qatim Uyg'urlar haqidagi savolga javob bergan edi. Amerika Vatan bexatarlik ministerligining o'tgan hafta bildirishicha, navbatda texnik keng doiralik tadbirlarning qonuniy analizi olib berilmoqda ekan.